Çang lıkıldı sol menzimgi 5 parmak. Maşin tutuş musabıqı tünögün. Ahırlaştı ködünlağı hemmingla. Çıdab ettim 4 sotkaga uxlamay. Yetmedi ha hemminglaning pamingla. Şunun bilan Siyarveyni evaldim. Sopinchining faoliyatiga qatnashib, rasmlarga tushdi o'rab xotinlar. Bir-birsini uyan buyan atlashib. Aşk uchun olgan chaqda hayajon. Chirmab oldi vujudimni boshqacha. Ershot degan yomon bola ekan deb 7 yoshdan dedi 70 yoshgacha. Pah, nim degan chidamliq deb o'zimga. Qo'l qo'yib etdim qo'llarimga bedenge. Aparatlar meni tatib avare. Gul dastilar isil ketdi gedenge. Shu chaq birisi taklif qildi so'z qil deb. Mikrofonni oldim qo'lga gidiyib. Yigit degan mendek bo'lsa deb qo'ydim. İki gözüm çoğun sahnede jilmayib. Manga degan chaqmi bo'ldi birdamda. Mukofotliq mashinani evaldim. Chaqlarining yalbisimi qandaq deb 4 chiqiga 4ni kuchab tep oldim. Deb birisi chiqirdi ajoyib. Silab baqsam putqo'llari o'tinga. Abayqi tepgan mashin bo'lmasdin. Qishimdiki uxlayotgan xotinga. Chang liqildi sol menzimgi 5 parmak. Ko'ring ketdi qutubdiki qunduzlar. 5 yili yeydigan degan sada yangridi. Ko'zlarimdan chimirladi yulduzlar. Mana hozir yomonlashq tayyor bo'p, chigilmekda ayolimning bo'psi. Bir qachatqi yomonlashq sabablik. Osmondagi oppoq g'azning sho'rpisi. Menga o'xshash chaq tekshirib urgandin, aytinglarchu yana Bodur qanchisi. Menga o'xshash chaq tekshirib tayoq yegandin, aytinglarchu yana Bodur qanchisi. Shuning bilan she'rimda aytilgandek do'stlar, mukofotga erishdim deb tushimdagi mashinadan cheqin tekshirayman deb bir qachat yeb hozir qiynatamning uyiga kechirim so'rg'ini mangdim. Uydagilarim ekvalay deb. Yana mishtaq tushib kirib suvga tag'andim bir sibakam shu bodlik sikanirlabdi-damo. Armiymanis ish qilib birnim qilib bir olma 16 deb ayolni tayoq yeyotgan yana bir sibaka. Ashning qishig'i mangdoq ash bicharning bir ziyorat qilib baqaylamsa. Pişanamga qarasang üst taraf chekidek, olma 16 og'anning chiroylari tekidek deganda, mana mayapti enim bugun haqiqiy maosha tushidi mukofotga erishgan emas. Amaliyotda mukofotga erishdi enim. Bu mukofot qanday erishdim? Qo'shal kunlarni ichib berishdik aka. Qo'shal kunlarni ichib, ba'zilar tovuz qo'g'ini akalda oldilarimga pichib, olma 16dan birini oldingiz qo'shal kunlarni ichib degandek, bodliksin skanderlab olma 16 telefonga erishibsiz. Qo'shal kunlar ichimligini shundami? Shunday. Abida Sherifniki meni o'rinlashtiribdi hamda G'oljida sizniki jiming do'ringiz yaxshi deb. Akib mukofotni taqdim etmay qo'lim qoldi, ha? Oldim. Bundan keyin hamda qo'shal kunlarni davomli ishlamsa yoki mush ko'chada qahlar ichib qo'ygan qo'shal kunlarni terib bodliksin skanderlamsa. Chilaklab ishlayim kerakman aka. Men chilaklab ichib bundan texim olma 16 elishga tirish shunda bo'lsa, muborak bo'lsin bizning G'oljida qo'shal kunlar ichimligini ichib olma 16 telefonga erishgan tunji inimizda chin dilimizni tabriklaymiz. Bundan keyin yana nurg'un qo'shal kunlar, nurg'un mototsikllarni saqlab turmoqda. Unda bo'lsa inim oxirsida ekran oldidagi do'stlarga o'zingni bir yurak so'zlarini davat, qo'shal kunlar to'g'riliq. Menchi bo'lsam o'sha qo'shal kunlar ichimlikini davomli ichib turishinglarni umid qilaman. Nimish qilsanglar, men o'sha 16 50 ming ko'p pul sizlarni saqlab turyapti. Shuni davomli ichinglar. Unda bo'lsa, itizga bug'doy qo'laqlarni vaqt-vaqtda teramsa, olma 16ni qo'lim qolding, ikkinchi mavabtinga beramsa deb, tunjisiga beramsa, ikkinchisiga beramsa, tunjisidan ayrilib ketgan, ikkinchisiga berdim. Hamsa ekran oldidagi do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Omon bo'linglar. Yaxshi.